Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun sizga bop mashina topib qo'ydik. Mashinamiz Traves 23-yil, texpasport 24 salondan olingan. Probeg atiga 3,5 ming kilometr yurgan. Kraskasi top toza. Obunachilar, mana ichki salonni bitta ko'ringlar mashinani. Vahshiy idealni turibdi, hali hid ketmagan. Tak, mashinamizda cruise control, climate control, rulava grif, spami sideniya, fed-up display bor. Obunachilar, mana mashinamiz 7 talik kapitanskiy bo'ladi orqalari. Orqasidan mazza qilib, xojanamni olib, aylantirib yurishga zo'r mashina. Obunachilar, mana Traves mashinamiz orqasi vahshiy derski, mana oyoqda ochiladi, bagajlari ham. Mana shunaqa ochiladi, qo'lingiz narsa bilan kelganda udobniy, yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Elektron o'zi yopiladi. Obunachilar, Traves mashinamiz tak, krugoy tonirovkasi bor, idealniy holatda. Mashinamiz semenniy, yaxshi, shahar ichida ham, daniya yurishga ham zo'r mashinamiz. Tak, mashina narxiga kelsak, narxini $47 ming so'rayapmiz. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa pastki nomer qoldiramiz. Bemalol narxlar bo'yicha gaplashamiz. Barter xizmatimiz ham bor. Nasiya savdo ham bor. Naqdga ham sotiladi. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.